ayolimni notarialga itmayman yoki o'zim safardaman deb qanaqadir notarial harakatni amalga oshirmayotganlar uchun zo'r narsani o'rgatmoqchiman. Bemalol ayolingizni olib kelmasdan, o'zingiz balki safarda bo'lsangiz ham notarial idoraga kelmasdan notarial harakatni amalga oshirishingiz mumkin. Bu uchun Google'ga kiramiz. Notarius deb yozsak, bizga mana sayt chiqib keladi va chiqqandan keyin ekranda yuqori burchagida, ya'ni o'ng yuqori burchagida 3 ta chiziq bor va shunga kirib kirishni bosamiz va pasport seriya raqamini so'raydi. Pasport seriyasiga, misol uchun seriyasini yozamiz, pastiga raqamini yozamiz va identifikatsiya o'tish tugmasini bossak va bizni platforma suratga olishni boshlaydi. Va ruxsat beramiz, kameraga ruxsat olishga va to'g'ri qarab tursak, mana bizni kamera suratga olib muvaffaqiyatli o'tdingiz deydi. Va bemalol endi bormasdan mana shu o'zidan platformadan notarius bilan bog'lanib notarial harakatni amalga oshirishingiz mumkin.